10 ming bo'ladi bu ham. Namoz vaqtlari taqvimi nechi pul? Sizga so'g'ir. Bo'ldi, tekin. Bo'ldi. Xullas, bolalar mana shuncha kitob sotib oldim. Hozir hisoblatamiz buni hammasini. Bir chekkadan hisoblang. Aytayman, qo'shaveraman. Buni menga sovg'a qildingiz. Bo'ldi. Bu nechi pul? 10. 10 ming, 20 ming bo'ldi. 30 ming bo'ldi. 40 ming bo'ldi. 55 ming. 55 ming, 20, 75 ming. 95 ming. 120. Qaysidir 100 mingga oldim-ku men. 95 120 bo'ldi. Hozir to'xtang. Qaysidir halol va harom. Yo'q. Ha, mana. Yo'q, umr saltanatini. Ha, umr saltan. Bo'ldi. Necha pul bo'ldi o'pshi? 220 ming. 1, 2, 3, 4, 500 ming. Mani nomimdan mabodo ikkita ustasi. Bunamni qilmaydi mana. Yo'q, men qimmatroqqa sotib olishga haqqim bor-ku. Men shu kitoblarni shu narxga narxladim. Rozimisiz? Allah razı olsun. Teniyle sağ olsun. Daya kitapların hocayını boliyle, adır boliyle. Amin. Daya ben gittiğim tıpayızı Allah yüz beraber kılıp. Allahu akbar. Eski bozor, ovqat bozorining bu yoq tomonda eski bozor, yoyma bozor deyishar ekan. Onajonimizni erta 9 dan, abitdan keyin 3 to'rligacha shu yerda ekanlardi. Men qo'limdan kelgancha shu kitoblarni sotib oldim. Lekin shu halol va haromni o'qiyman yaxshilab turib, chunki hayotimda ko'p xarobalar paydo bo'lgan oxirgi payt. Keyin bu agar yaxshi kitob bo'lsa, shunga jo'natib yuboraman. Yomon kitob bo'lmaydi-ku. Onajonimiz mana shu yerda savdo qilar ekanlar. Imkon qadar tezroq kitoblarni sotib olishlari kerak, kamaytirishlari kerak, chunki bozor ma'muriyati bu joydan haydamabdilarki, lekin baribir onajonimizni joylarini hech kim haydamayotgan ekan, lekin bu yerda remont qilishlari mumkin ekan. Shuning uchun kitoblarini tezroq sotsalar yaxshi bo'lar ekan. Manzil eslab qoldilar, ertaga soat 9 dan 4 gacha qaysi obunachimiz kelib turib shu onaxonimizdan kitob olsa, kommentariyaga men ham oldim, shunaqa yaxshi ishlarda men ham siz bilan birgaman deb yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammalarga rahmat. Onaxonimizning lokatsiyalarini Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Mana shu kelganinglarda eski Juva yoyma bozorida mana shu yerda onaxonimiz o'tirar ekanlar. Lokatsiyasi Telegram kanalimda xullas. Telegram kanalimiz to'lchib qo'yib qo'yaman.